Akalar, mana shu video roligimizda mana kaplarimiz padarka qilib olamiz. Ikkinchi padarkamiz mana shu. Birinchisini topshirdik egasiga. Akalar, mana ikkinchisi bugun 11-12 mi? Chap qo'ldan ikkinchisi o'tiribdi bunisi ham. Opeli. Shuramiz lisi ekanmi? 9 domachi tuzukroq kaplar tushmayapti akalar. Mana endi o'zimizniki. Qo'yalab bor. Hatta yotmikin ishqilib. Hop, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bitterida. Asa zo'r o'tiribdi o'n. Üzülüp yetmeseli yok be. 1 2 3 şöyle akele. Şuramiz az ko'ramiz qanaqa ekan. Bundan 3-4 kun avval video qo'ydik. 4 ta kaptar padarka qilib olamiz. Bitta kaptarimizni olib ketdi. Buloq oshilib ukamiz yutib oldi. Hozir o'zi Rossiyada ekan. Ukasini jo'natuvdi. Ukasiga berib yubordik. Unga ham bitta sherik qo'shib. Xudo xolisa birinchisi egasini topdi. Endi ikkinchisini xudo xolisa hozir mana kommentariy orqali ash qo'yilgan videoda kommentariyasi orqali analayamiz ikkinchi kaptarimizni egasini. Hozir u videomiz mana turibdi. Voy, bosing. Hozir kirib kommentariyasiga kiramiz. Kommentariyasi 160 ta bo'pti mana. Qani? Xudo xolisa 160 ta bo'pti. 160 ta ko'rgan bo'lsa. Bo'lsalar, hop, 160 tadan endi mana hozir kommentariyasini o'zini ko'tarib, mana bu yerdan analayamiz xudo xolisa. 160 ta. Ashni o'sha bo'ladi, haqqi olinglar. G'alati olingan. Ha, mana akalar. Qanaqa bitta ko'rib berdi buni. Ne uzilib qolmaydimi? Ha, uzilmaydi ekan. Bosing. Boshlar mana Oslayapman. Kimga nasib qilsa akalar kelib olib ketadi. Yo bo'lmasa gruppalar orqali sotib beramiz. Pulni kartaga surib beramiz. Surib bera olamiz. Ketdi. Biz chesni keta olamiz. 1 2 3 ketyapti akalar tomosha. Qani mana shu odamga nasib qildi. Kimligini qo'lingiz oling, qo'lingiz oling. Abzal Xonbet mashallah deb qo'ygan ekanmiz ekan. Bo'ldi, qarang. Abzal Xolmedov degan akamiz yutib olibdi, mashalloh deb yozib qo'ygan ekan. Bitta akam bosib qo'yibdi, biz ham anaqa qilgan ekanmiz. Xo'p, aka, tabriklayman. Bitta chiroyli kaptarimiz yutib oldingiz. Video boshida qo'yib qo'yganmiz, ko'rib bemalol anaqasiz bo'laveradi. Xo'ling, sotib pulni qilib beramiz aka, necha pulga sotilishini bilmaymiz. Gruppalar orqali xo'lang kaptarga kelib olib ketaverasiz. Manzilimiz Andijon shahar eski mashina bozori deydi, televizornida. Bemalol aloqaga chiqib kelsangiz bo'laveradi. Telefon nomerimni hozir kommentariyangizga yozib qo'yaman, Telegram orqali bemalol aloqaga chiqsangiz bo'laveradi. Agar bizdan uzoqlashmanglar, like, kommentariy qo'yilgan videolarni ko'rib maza qilib kayf qilinglar. Imkon qadar qo'limizdan kelgancha qiziqarli videolar qo'yishga harakat qilyapmiz. Yangiliklar bizda akalar, yana kaptarlar bor. Cho'chimasdan bosib komment yozaveringlar. Bosib olasizlar akalar. Xudo xolasa yana ikkita kaptarimiz bor akalar. Sog' bo'linglar. Shukr. Akalar tushirdik. Mana ekan. Lisi yalanga. Bu masha lisi yalanga. Ama kaptar qattiq ekan, chete. Qattiq uchadigan narsaga o'xshayapti. Alloh. Hamma qatori qapaga ketdik. Hali ketib kelib, mana qilamiz. Hop. Akalar shu bilan video olamiz. Tugadi, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.